هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 49. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 49. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'd, auzu billahi mineşşeytanirracim. Özlerini pak deb qaraydiganlar, yani özlerini taqvodarlık bilen medhiylaydiganlar ni kömüdünmü? Undaq emas. Yani iş ularning deginidek emas. Allah xalagan bendisini pak qılıdı. Ulağa qilchilikmi zulm qilinmaydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning Allah'a töhmet chaplaganligiga qaragin. Bu ochiq gunohdir. Kitaptın nesibi verilgenler, yani Yahudilarni kömüdünmü? Ula butqa ve şeytan işinidir. Kafirlarni köstüp, bula yani Quraysh küffarlarının yolu iman etqanlarınkidan teximi toğrudur deydi. En şula Allah rahmetinden yirak kılgan kişilerdir. Allah kimni rahmetinden yirak kılıdiken, onunla Allah'ın azabından kurtuldurduğun hiçbir medetkar tapalmaysan. Yahudilarning özlerini pak deb qaraganlik uchun ularni ayiblash ve ularning but bilan shaytonga ishonganligi, to'g'ri yo'l bilan iymonni inkor qilganlik uchun ularga la'nat etish to'g'risida. Özlerini pak deb qaraydiganlar, ya'ni ularni taqvodorlik bilan madhiylaydiganlarni ko'midingmi? Hasan ve Katade mundaq dedi. Bu ayet Yahudi ve Hristiyanlar özlerini Allah Teala'nın oğulları ve dostları devatkanları için ular hakkı düşken. İbn Zeyd mundaq dedi. Bu ayet Yahudi ve Hristiyanların biz Allah'ın oğulları durmaz, yani atı balıdek yıkınmaz ve biz Allah'ın dinide bolğaçqa dostları durmaz. Yahudi yoki Nasara bolmagan adam, yani Yahudilar Yahudi bolmagan adam, Nasaralar Nasara bolmagan adam hergizmi cennetga kirmaydi degan vaqtida tushdi. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Undaq emas, yani iş ularning deginidek emas. Allah xalagan bendisini pak qiladi. Yani paklash Allah Teala xosdir. Chunki u hamma ishlarning haqiqatini bilguchidir. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Mujahid, Ekrime, Ata, Hasan, Katade ve başka salaf alimleri mundaq deydi. Allah Teala'nın qilchilikmi degini üçkinin sızlıklarida bo'ldigan qilni ko'rsatdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning Allah'a töhmet chaplaganligiga qaragin. Yani ular Allah Teala'ga bu sözlerini deyish orqali töhmet chapladi. Ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan adam, yani Yahudilar Yahudi bo'lmagan adam, Nasaralar Nasara bo'lmagan adam hergizmi cennetga kirmaydi. Do'zax o'ti bizni sanoqli kunlarla, yani muzayga cho'qingan 40 kunlik vaqtli ko'ydirdi deydi. Ular özlerinin atıllarının qilgan yaxshi ishlariga yo'linib oldi. Allah Teala atılar qilgan amal ibadetning balalarga qilchilikmi foyda yetkazolmaydiganligi haqidagi hukmi mundaq bayon qilindi.
Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarning savobi o'zinglar uchundir. Biz op-ochiq gunoh. Bu op-ochiq gunohdir. Kitobdan nasibi berilgan, ya'ni Yahudiylarni ko'midingmi? Ular butqa va shaytonga ishinidir. Muhammad ibn Ishaq Hasan ibn Faiddan Umar ibn Hattobning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Oyatdagi jibt sehrgarlik deganlikdir. Olim Abu Nasri Ismoil ibn Hammad Javhari o'zining lug'at kitobida mundaq deydi. Jibt degan so'z butqa, daxonga, sehrgarga va shuning o'xshash ma'nolarga ishlatildi. İbn Abu Hatem Jabir ibn Abdullah'ның bu oyatdagi tavag'it degan so'zining ma'nosi haqidagi savolga mundaq deb javob berganligini rivoyat qiladi. Ular shaytonlar ichilariga kirib olgan daxonlardir. Mujahid mundaq deydi. Tavag'it degan insonning suratidagi shaytondir. Bu Yahudi va Hristiyanlar uning qishig'a bir ishda uning hukm chiqarishini talab qilib boradigan va Yahudi Hristiyanlarni ishlarga buyuradigan buyruq egisi bo'lgan insonning suratidagi shaytondir. İmam Malik mundaq deydi. Tavag'it degan so'z Alloh taolodan boshqa ibodat qilinadigan hamma narsalarga qartildi. Kafirlarni musulmondan ortiq bilishning durust emasligi to'g'risida. Kafirlarni ko'rsatib, bular ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarnikidan texmi to'g'ridir deydi. Ya'ni Yahudiylar va Hristiyanlar bilimsizligi, dinsizligi va qo'llaridagi Alloh taolaning kitobini inkor qilganliklari uchun kafirlarni musulmonlardan ortiq ko'rdi. İbn Abu Hatem Ikrimaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Huyay ibn Ahtab va Ka'b ibn Ashraf degan Yahudiylar Makkilik kafirlarning qishig'i keldi. Ondan Makkilik kafirlar ularga: "Sizlar ahli kitob va bilimli kishilarsizlar. Sizlar bizning va Muhammadning ishi to'g'riliq bizga xabar beringlar" dedi. Ya'ni biz to'g'ri yo'ldami yoki Muhammad to'g'ri yo'ldami bizga xabar beringlar demoqchi. Ondan Yahudiylar: "Sizlar qaysi ishni qilyapsizlar va Muhammad qaysi ishni qilyapti?" dedi. Makkilik kafirlar: "Biz urug' tuqqanlarga yaxshilik qilamiz. To'ygilarni bo'g'izlaymiz. Ya'ni ojizlarga va mehmonlarga atab to'yg bo'g'izlaymiz. Süt va suv beramiz. Ya'ni biz kishilarga yaxshilik qilamiz demoqchidir. Asrlarni qo'yib beramiz va hojilarni suv bilan ta'minlaymiz. Muhammad bo'lsa urug' tuqqanlarning orliqini uzib etgan, hojilarning o'g'risi bo'lgan G'ifar jamiyati agashgan oramizda o'sgan shumbuydak bir putoqchidir. Biz yaxshimi yoki u yaxshimi dedi. Ondan Yahudiylar ularga: "Sizlar yaxshi va to'g'ri yo'ldadursizlar" dedi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Kitobdan nasibi berilganlar, ya'ni Yahudiylarni ko'midingmi? Ular butqa va shaytonga ishinidu. Bu so'z Ibn Abbas radhiyallohu anhuma va bir turkum salaf olimlaridan boshqacha bir xil usul bilan rivoyat qilindi. Yahudiylarning mushriklardan yordam so'raganligi uchun ularga Alloh taolaning la'nati bo'lganlik to'g'risida. Bu Alloh taolaning Yahudiylarga bo'lgan la'natidir. Shundaqla dunyo va oxiratda ularga hech bir yordamchining yo'q ekanligi bilan xabar berishidir. Chunki ular mushriklardan yordam so'rab bordi. Ular mushriklarni o'zlariga yordam berishga chaqirish uchun ularga: "Sizlar yaxshi va to'g'ri yo'ldasizlar" degan gapni qildi. Haqiqatan ular Yahudiylarga yordam berish uchun Xandak urushiga,
ya'ni Yahudilarning qutirtishi bilan kelib Xandak urushiga qatnashdi. Payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari Madinaning atrofiga Xandak ko'lidi. Alloh taolo ularning yomonligini to'sib qoldi va bu vaqtda mundaq dedi. Allah kafirlar, ya'ni Madinaga hujum qilgan ittifoqdosh qo'shinni xafa qaytirdi. Ular maqsadiga yetolmadi. Allah dushmanga bo'ron va farishtalarni operida qilib, mu'minlarni urushsiz g'alabaga erishtirdi. Allah kuchlidir, g'olibdir. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Allah o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular, ya'ni Yahudilarning ichida onunğa, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor. Onundan yüz o'rganlarmi bor. Ularning kufriga jazo berish yuzasidan jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Yahudilarning bexilligi va hasadxo'rligi to'g'risida. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Ondan Alloh taolo Yahudilarni bexillik bilan sifatlab mundaq deydi. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qanchalik narsa bermaydi? Ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Xususan Muhammad alayhissalomga shunday qildi. Bu oyatning ma'nosi Alloh taolaning tuvandagi oyatining ma'nosiga o'xshab ketadi. Agar Rabbimning rahmat xazinalari sizlarning qo'lingizda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugib ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar dedi. Qilatdinglar degan. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. İnsan bexil keladi. Yoki ular Allah o'z fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad alayhissalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Alloh taolaning payg'ambarlikni Muhammad alayhissalomga berganligi va uning Bani İsraildan bo'lmay Arablardan bo'lganligi uchun Yahudilarning payg'ambar alayhissalomga hasad qilishi ularni payg'ambar alayhissalomga ishonishdan to'sdi. Yoki ular hasad qilishamdi. İmam Tabrani bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu kishilardan boshqa kishilar emas. Biz ko'zda tutilgandurmiz. Bu kishilardan boshqa kishilar emas. Biz ko'zda tutilgandurmiz. Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ya'ni İbrahim alayhissalomning bolalaridan bo'lgan Bani İsrailning avlodlaridan payg'ambarlarni avatdik. Ularga kitoblarni nozil qildik. Bu payg'ambarlar Bani İsrailning ichida Alloh taoloning qonuni bilan hukm qildi. Bani İsrailning ichidan podshohlarni turg'izdik. Ular, ya'ni Yahudilarning ichida onunğa, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlarmi bor. Bani İsrailning ichidan mushu ne'matlarni elib kelgan payg'ambarga ishonadiganlarmi bor. Uningdan yüz o'rganlarmi bor. Ularning ichidan u payg'ambarga ishonmaydigan, uningdan yüz o'riydigan va boshqalarni uningga ishonishdan to'sadiganlarmi bor. Bu payg'ambar ularning millatidan bo'lsa-mu, ular uningga ishonmagan yerda, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning millatidan emas tursan, ular sana qanday ishonadi? Mujahid
ular ya'ni Yahudilarning ichida uningga ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlarmi bor degan oyatdan Muhammad alayhisalomga ishonish ko'z tutildi dedi. Ularning ichidagi kofirlari seni bek yolg'onchiga chiqarg'uchidir. Ular sen elib kelgan hidoyat va ochiq bo'lgan haqdan bek yiroqdir. Şuna Allah Teala ularga tahdid silib mundaq deydi. Ularga ularning kufriga jazo berish yuzasidan cehennemning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Şübhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizimiz. Ularning terilleri pishib tugigan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. Allah hakikaten g'olibdir, hikmet bilen ish qilg'uchidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizimiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pak jubtilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Allah Teala kitobiga va uning payg'ambarlariga ishonganlarga bo'lgan azobning Allah Teala kitobiga va uning payg'ambarlariga ishonmaganlarga bo'ladigan azobning bayoni to'g'risida. Allah Teala'nın kitobiga va uning payg'ambarlariga ishonmaganlarga bo'ladigan azobning bayoni to'g'risida. Allah Teala o'zining oyatlarini inkor qilgan va uning payg'ambarlariga boshqa kishilarning agishishini to'sgan kishini do'zaxning o'tida azoblaydiganligidan xabar berib mundaq deydi. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ondan ularga bo'ladigan azobning davomlashadiganligidan xabar berib mundaq deydi. Ularning terilari pishib tugigan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. Amash İbn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ularning terilari ko'yib ketgan vaqtida uning o'rniga qog'ozlarga o'xshash oq terilar yengishlanadi. Allah Teala'nın ularning terilari pishib tugigan chaqda degan oyatining ma'nosi haqida İbn Abu Hatem Hasanning mundaq deganligini rivoyat qildi. Do'zaxning o'ti ularni bir kunda 70 ming qitim pishirdi. Husayn mundaq deydi. Bu rivoyatda Fudayl Hishamdan Hasanning ularning terilari pishib tugigan chaqda degan oyat haqida mundaq deganligini qo'shib qo'ydi. Do'zaxning o'ti ularni pishirib, ularning go'shini yeganda ularga o'z aslinglarga qaytinglar deyiladi. Ondan ular o'z asliga qaytadi. Taqvodor yaxshi kishilarning oxirgi qaytish o'rnining jannat bo'lganligi va uning ichidagi ne'matlarning bayoni to'g'risida. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizimiz. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizimiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. Bu Allah Teala'nın yaxshi kishilarning o'rnidan xabar berganligidir. Ular hamma yerlarida o'stanglar iqib turadigan jannatda xolig'incha turdi. Ular jannatdan yo'tkalmay mangu qoladi. Yo'tkilib ketishni ham xohlamaydi. U yerda ularga pak jubtilar bo'ladi. Ya'ni hayz, nifas, cho'ng kichik tahorat, bo'lmag'ur, nachar axloq va yomon sifatlardan pakdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq dedi. Paskinichilikdan va cho'ng kichik tahoratlardan pokizdir.
Ata, Hasan, Zahhak, Nahai, Abu Salih, Atiya va Suddi qatorliqlarmi bu haqda Ibn Abbas radhiyallohu anhumaga o'xshash bayon qildi. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi: Suyduk, hayz, manqa, tükürük, mani ve bala tug'ishlardan pok bo'ladi. Ya'ni u ishlarning birisimu jannatdagi ayollarda tepilmaydi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Ibn Jarir Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sheksizki jannatda mangulik daraxt deb atiladigan bir daraxt bor. Uning soyasida bir kishi 100 yil mangsumu uni kesib o'tolmaydi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi tafsiridan 57-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.